Programmalari ham bo'ldi. Xo'p, buni aslamni bizning yurishga harakat bo'lindi. Gazga ham, bizga ham nima qilindi? Hozir bu yerga bitta rela qo'yamiz. Rela tayyor. Rela shuni gazga, bizga 83-95 qilib qo'yibmiz. Xo'p, buni chayish o'rgan ekan. Bizning yo'llar, bizning sistema. Xo'p, keyin ichidan raspinovka bo'yicha terib chiqishmagan, qalay qilib kabellar chiqarishga bunaqa. Biz o'zimizda zavod tukunishgani ichidan olib chiqdik mana kabelni. Bunisi mana shu ikkalasi impulsga bitta qilish o'rgan ekan bu tarafdan. Bittada ish bermaydi. Ikkala to'ralab porshun birdaniga tassalar sepadi, o'shani tellatib olib ketadi. Ha, bu qatiraverasiz. Hozirgacha bizda o'tab turibdi. Programmalar qilindi. Bizda o'tab turibdi, bizda sanayapti. Bitta injektor brak almashtirganmiz. Xo'p, navbatchi bo'ldi, injektorga rela qo'yildi. Termometr bilan bo'ldi qoldi. Qolganlar hamma ko'rib chiqildi. Bizning o'tab turibdi hozir. Hozir mana